Assalomu alaykum rahmatulloh. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar muslimalarim? Biz ishlarni boshlab oldik. Ko'pchilik kecha rosa yozgan, yakshanba ishlaysizlarmi, yakshanba ishlaysizlarmi deb. Bizada har kuni ish kuni. Shuning uchun bunga ham oydinlik kirib ketay dedim. Keyingi safar yakshanbaga mabodo yozilmoqchi bo'lsanglar, bemalol kelaverasizlar. Yakshanba eng asosiy ish kunimiz bo'ladi, chunki ko'pchilik dam olish kunida mana shu protseduralar olib, o'ziga ovqat qilib ketgisi keladi, sog'lig'iga qaragisi keladi. Shuning uchun yakshanba kuni ham ish kuni qilganmiz. Xo'p, keyingisi onlayn kurslarimizga sotuv ochilgan. Qizlar bor yo'g'i 5 kun vaqt qoldi. Offlaynga ham hali start bermadim inshaalloh, chunki bugun o'quvchilarim bitiruv kechasini, ya'ni bitiruv kunini qo'yaman, reels qilib joylaymiz, yangi post kutinglarmanda. Undan keyin inshaalloh ofitsialniy start beriladi. Offlayn kursga ham juda ham so'rov ko'p, talab ko'p va hozirgi kunda 4 ta odam уже qo'shilishdi. Ozginagina joy qoldi, chunki joylar soni chegaralangan bilasizlar offlaynga. Onlaynga esa 5